Aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, yoshlarning kitobga o'qishga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish, mutolaaga oshno etish kabi ezgu maqsadlarga qaratilgan O'zbekiston kitobxonlari yurti shiori ostidagi 5-Respublika kitobxonlik haftaligi Qashqadaryoda ham katta ko'tarinkilik bilan boshlandi. Kitob mutolaasi inson tafakkurini oshiradi, uni komillikka yetaklaydi. Shu bois odamlarni kitobga oshno etish, ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan tadbir, tanlovlar muntazam o'tkazib kelinayotganligi kitobxonlar sonining oshishiga xizmat qilmoqda. 5-Respublika kitobxonlik haftaligi ham Qashqadaryo viloyatida katta ko'tarinkilik bilan boshlandi. Viloyat axborot kutubxona markazi tashkil etilgan tadbir kitoblar yarmarkasi bilan boshlandi. Eng nodir adabiyotlar, yangi chop etilgan asarlar kitobsevarlarning e'tiborini tortdi. Tadbirda so'z olganlar kitobning inson tafakkurini yuksaltirishdagi o'rni, kitobxonlik haftaligining ahamiyati haqida so'z yuritdilar. Tadbir ishtirokchilariga haftalik davomida tashkil etiladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ko'rik-tanlov va uchrashuvlar haqida ma'lumotlar berildi. Bugungi tadbirdan ko'zlangan maqsad yosh o'sib kelayotgan avlodni kitobga bo'lgan mehrini yanada oshirish va ularni mana shu kitobni yozgan ijodkorlar bilan, shoirlar, yozuvchilar bilan jonli muloqotlarni tashkil etish va bilimdon, zukko, kitobxon yoshlarni taqdirlash, rag'batlantirish ko'zda tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 16 ta zamonaviy axborot kutubxona markazi, mahallalarda 600 dan ortiq kutubxona, 12 ta uy kutubxonasi tashkil etilgan bo'lib, keksa yoshga ziyo ulashib kelmoqda. Tadbir ishtirokchilari viloyat axborot kutubxona markazi faoliyati, bu yerda yaratilgan sharoitlar, kitoblar bilan yaqindan tanishdilar. Yangi bosmadan chiqarilgan adabiyotlar ko'rgazmasi kitobxonlarga manzur bo'ldi. Tadbir davomida iqtidorli yoshlarning badiiy chiqishlari, jozibali raqslar, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Yoshlarning mutolaaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ularni ma'naviy rag'batlantirish maqsadida o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar barkamol avlod kamolatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu xayrli tashabbus voha bo'ylab keng quloch yoymoqda.